Qarala qo'yim qovchini yo Ko'rdilaring va ovchini yo Tuyalarding o'rkachida ya Alaykum hurmatli bolalar, aziz bolalar, aziz mana shu yurtimizning bir ishongan tog'lari, mana shunday maskanlarda shunday bir chin yurak bilan, qalb bilan o'zlaringizni ilm bilan bog'lab, mana shu ilm dargohlarida ilm olayotgan bizni kelajaklarimiz. Aziz o'quvchilar, bugun sizlarga maktablaringga biz keldik. Men Shodmon Davlatovman. Mana shu nomoddiy madaniy meros saqlovchisi bo'laman. Bizning mavzuyimiz allalar haqida gaplashamiz. Umuman hozirgi kunda davlatimizda mana shu prezidentimizda 405-qarorlari bilan shunday topshiriq bo'ldiki, bizni yoshlarimizni hech qachon o'tmishdan xabarsiz qoldirmanglar. Yoshi kattalar, o'qituvchi bo'ladimi, u yoki bo'lmasa madaniyat xodimlari bo'ladimi, yoki shoirlar bo'ladimi, yoki yozuvchilar bo'ladimi? Biz albatta mana shu o'rtadagi aloqani uzmasligimiz uchun bizga shunday topshiriqlar bo'lyapti hukumatimiz tomonidan va biz albatta bundan biz xursandmiz. Biz o'sha qadriyatlarimizni, o'zimizni nomoddiy madaniy merosimizni, allalarimizni, urf-odatlarimizni, xalq o'yinlarimizni albatta sizlarga biz yetkazish bu bizning burchimizdir. Chunki bizga ham qachonlardir ustozlarimiz o'rgatgan, mana bugungi kunga kelib biz sizlarga o'rgatmoqchimiz. Aziz bolalar, sizlarga shunday savol. Alla o'zi nima u? Allani hamma biladimi? Allani? Kimdi onalaridan allasi, onalari aytgan allalari yodlarida bor. Qo'l ko'taramizchi? Demak, mana 100% hamma eslaydi. Eslaysizlarmi? Qarang, alla bu, alla o'zi nima bu? Alla bu mana shu bola bilan onani yoki bir ota bilan bolani o'rtasidagi bir nima deydi? Yosh bola endi gapga tushunmaydi deyshadi-yu. Lekin o'sha ota ham, ona ham chin yuragidagi istagini bolaga aytadi. Ey Xudo deydi, mana shu bolam meni tushunsin. Hozirdan men mana shu bolamni shunday niyatda ekanligimni his qilsin deb shuning uchun allalar aytadi. Allalar eslaringizmi, onalaringiz alla aytgan allalarni? Mana hozir Nargiz opalaringiz bir kuflet sizlarga onalar allasidan aytib beradi. Nargiz madaniyat bo'limida Qo'ng'irot xalq folklor etnografik dastasining musiqa rahbari Nargiza Ziyodullayeva. Marhamat Nargizaxon, siz bir kuflet alla aytib beringchi bolalarga, onalar allasi. Alla aytay jonim bolam, quloq soligina aytish mumkin. Agar yig'sa, mana shu bizning hududimizda yig'ilsa, allalarning
qancha aytilgani yoki uni biz agar bir hisoblaydigan bo'lsak, buni chegarasi yo'q. Chunki onalarimizni, momolarimizni, bobolarimizni, otalarimizni chegarasi yo'q niyatlarini, o'sha ezgu niyatlarining chegarasi yo'qdir bolalar. Alla bu qo'shiq emas bolalar. Buni hech qanday bastakor alla qo'shig'i deb bastalamagan yoki alla deb hech qanday yozuvchi, shoir alla deb masalan she'rlar bitilgan, lekin ulardan oldin o'sha istaklar, niyatlar paydo bo'lgan. Tushunarlimi bolalar? Ana endi sizlar bilan biz onalar allasini eshitdik. Endi otalar allasi haqida gaplashamiz. Otalar allasini kim eshitgan mana shu yerda? Bugungi mana shu o'zini dovon oshib, o'zi yo'qolib ketmaydi inshaalloh. Mana shuni yo'qolmasligi uchun biz harakat qilyapmiz. Endi bolalar sizlarga otalar allasini aytishni mahorat qilamiz. Shuni o'rganamiz. Xo'pmi? Tayyormi hamma? Qarang bolalar. Mana bu kishi o'sha keling, o'sha qadimdan kelamiz. Qayerdan paydo bo'lgan? Momongizni ko'ryapsizmi? Momolingiz, shunday liboslar, shunday kiyimlar xonadonlarimizda bormi? Qo'l ko'taringchi, kimda bor? Qachonki qo'shig'i, ovutish qo'shig'i qaysidir ma'noda alla desa ham bo'ladi. Beshikda yotgan payti onalar alla aytishgan, o'sha uxlatish jarayonida. Lekin beshikdan yechib olib, keyin bobolariga bersa, bobolari tizzalariga qo'yib o'sha qo'shiqni aytishgan. Qarang, mana momosi qanday qilib uzatganmiz? Mana bobosi ham qo'liga olib, chaqaloqni olib, bolasiga qarab, endi nima qilgan? Niyat qilgan. To'g'rimi? Endi qo'shiq aytgan solamiz. Bolariga olib aytib o'tirganman. Bolani o'ynatib, bolani kuldirib, bola uxlab qolsa, agar mabodo uxlab qolsa ham shu niyatlar sehrida, shu niyatlarning kuchi bilan uyquga ketgan. Shuning uchun onalar, otalar allasi deyilgan. Bolalar, men aytaman, sizlar ham qo'shilib aytasizlar, xo'pmi? Naqoratini aytamiz, qarang. Mana bolamizga aytamiz, qarang. Uyyohuli ketdik, uyyohuli qalqon tuy, kasada suv ketdik, betingda jo'v, uyyohuli ketavergan qo'shiq, qarang. Qorala qo'yim qovchinimo, uyyo uyyo qovchiniyo, uyyo uyyo uyyo
Barcha ketdi joli Kasanda gullar ochilsin Dushmanlarning joli Dushmanlarning joli Shohirlar tikan bosilsin Endi qo'shlar Kasada suv yetimga Bolalarim ana shunday, mana shu bizni allalarimiz, eposlarimiz, xalq o'yinlari bular hammasi mana shu nomoddiy madaniy merosimizga kiradi. Biz mana shu faoliyat qilamiz. Mana shu tuman madaniyat bo'limida mana shu xalq qo'ng'iroq xalq etnografik dastasida birga ishlaymiz. Mana Sarvinoz momongiz, raqs o'rgatuvchi Ziyodullaeva Nargizaxon, o'sha nima musiqa rahbari, bu yerda mana muzikantlar. Agar sizlarda mana shunday agar paydo bo'lsa bironta mana shu shunday qo'shiqlarni eski momolarimizning, masalan bizda ham mana shu folklor yo'nalishida juda ham tanilib ketgan qo'shiqchilar bor, to'g'rimi? Agar qizlardan hisoblasak, ayollarda mana Sayyora Qosimova bor. Hamisha mana shu har qanday tadbirda birinchi o'rinda turadi. Sayyora Qoziyeva bor, Hosila Rahimova bor, Manzura Qodirqulova bor. Ko'pchilik shuning uchun bolalardan masalan Ravshan Namozov rahmatli bo'lib ketdi, Mahmud Namozov, Surxon guruhlari mana shu bizni qadriyatlarimiz bilan o'sha haqiqiy mana shu o'zbek qo'ng'iroqning urf-odatlarini butun dunyoga targ'ib qilib o'zlarini o'rnini topib yurishibdi. Mana shunday katta mana shu jahon sahnalarida ham o'zlarini nimalarini o'rinlarini topib yuribdi. Shuning uchun sizlarga agar qandaydir qiziqish bo'lsa, biz targ'ib qilamiz, biz chorlaymiz. Mana shunday tuman madaniyat bo'limini mana shu sizlarni chorlaydi. To'garaklarimiz bor. Bemalol ya yozilib, yo bizga onlayn xabar yuborsalaringiz ham sizga qiziqish bo'lsa, biz albatta bog'lanamizda. Sizlar bilan mahorat darslari, to'garaklar o'tib, ana shunday o'zimizda mana shu bayramlarimizda Qiziriqda birgalikda tayyorgarlik ko'rib, o'zimizni san'atimiz bilan kelgan o'sha tomoshabinlarni xursand qilamiz. Shuning uchun bolalar, bugun biz sizlar bilan ko'rishganimizga, sizlar bizni tushunganlaring uchun, sizlar hattoki o'sha qo'shiqlarni qo'shilib aytganlaring uchun biz sizlardan juda ham minnatdormiz. Ilohim sizlar juda ham bir bilimning yuksak cho'qqalarini egallab, nasib bo'lsa inshaalloh ustozlaring kutgandek, ota-onalaring kutgandek katta olimlar bo'lishlaringni istaymiz. Marhamat, bizning darsimiz bugun tugadi.